Leksiyemizi davamlaştırmaz hürmetli vatandaş. Bugünkü islağı 2023 yıl 12. ayının 8. günü yaptığı cüme vatandaşı. Endilikte sizlerge sözleydiğin leksiyemiz bundak. Modis değilliken Xitayçada bazı köpallarda modi deb aladı. Bu halkara kredi tekşürüş yani şenşni tekşürüş organiken bu köpünç Allah'da iktisat sahasıga dünyavi şirketlerge baha berip keladigan şirket iken endi bunun bütün jaryanı ve onun bahalagan bahalaş jaryanlarına ve onun ahırkı neticesine nime ekenligini biz fakat yazık şeklinde sizlerge leksiya sözler şekil yetkizişimiz mümkünlük yüzümüz. Şahsen ben teki bunu toluk düşünmeyim vatandaş. Bırak bunun rolü intayin zor rol oynaydıgan modis tekşürüş organı iken vatandaş. 12. ayının 6. günüdün başlap, 5. günüdün başlap hesapta 2 gün içinde 15 katım 2 gün içinde 15 katım Cungu'ya kol saldı vatandaşım. Avval Cungu'nun özüge kol saldı, onun bakındır ayları Hong Kong, Ovman'a kol saldı. Bulana bağlığında mukamlik, yaki iktisatının pul obrotunun ve yaki pul muamelesinin endi mukamlıktan tüvenki menfi yaki pilos yaki selbi tarafı karab bizden geldiğini mukamlaştırdı. Herkes icabi fikir yok vatandaş. Bulup mu modi bu teşhiri seriyanda modis Cungu'nun ataklık 8 çoğun şirketi. Devlet ilgili ve hususi şirketler. Mesela hususi şirketlerden Alibaba şirketi var bunun içinde. En mühimi tizimge elingan ya teşhirişke nişan kılıngan 2 şirket. Mesela Cungu Kimya şirketi. Cungu Nipet Kimya şirketi. Cungu Nipet şirketi. Bu 2 şirket Uyguristan'ın kanını işçivatkan şirket. Nefet ve tabi gaz boyunca Uyguristan'ın kanını şuravatkan, kanını işçivatkan 2 şirket. Bu şirketlerine bağlaştırma, kredi ve işençle bağlaştırma menfi, selbi de bahaladı modi şirketi vatandaş. Yani tünügüllerden eğitidiğen bolsunuz, yani nime desiniz? Hazır üzerinin Hong Kong'da ve Ovman'da Katarlık hatta Cungu'da turistlik işçi hizmetçilerine modi bu bahalaş organişinde buyruk ilan kılıp teki dikkat işkanıga börüp işe düşmenla dala tüzgü çıkmanla öyde oturup hizmet kılınla bulup mu Hong Kong'daki işçi hizmetçilerine şundak bağa berip herkes onu şundak teklif berip herkes Cungu'ga berip kalmanla kuruluğa kirmenla. Şundan sizler avval Cungu'nun sizlerden öç elişi yaki şu sebepten sizlerge dehlataruz kılışı mümkünlüğü ne nezarda tutup nereye turunla digen buyrukla düşürüptü. Hem de Cungu'nu buna değiştirme değil olmaz. Cungu hükümeti o bilirsiniz o Cungu hükümeti digenini. Bu şimdi karaganda hazır bu meselenin mesela modisinin Cungu'nun iktisadi ahvali Cungu şirketlerin tekşürüşünü 2 adam sözüldü biri Runyan'ın dünyaya nazarı sözürdü. Enandaki enandın Macu efendi New York'taki adam sözlü leksiya kılıp yani şundaktım ben taze bunu tanıştığım yokken çonkurlap yetemedim. Gepnin meğizi nime davatıdı dese üzüp taşlaş. Yani Cungu'nun iktisadını üzüp taşlaş. Yaki şafın. Anı modi şafın digendeki eliki şadigenini bilisler o ha. Üzüp taşlaş. Cungu iktisadını boğup taşlaş. Mana muşun paytga muşunun to'g'ri keldi deb tahlilchilarning tahlil qilishidan qaraganda buni tanlab olgan vaziyat vaqti yoki vaziyatga munosabatlik vaqt va yoki tanlab olmasimi plan bo'yicha shu kuni tekshirib shunda xulosa chiqardiganligi modi shirkatining endi o'ziga ayon bo'lishi mumkin. Hozir bu to'g'rida nima dedi desangiz halqiliq paytlar bundoq dedi. Modis menfi bahalada Cungu'da 8 bankını 18 yürüyüş şirketini menfi bahalada yani pasif bahalada. Şirketinin meblağ yolu kesildi mana. Ama
Endi bu şirketlerning 18 şirket kildigan meblag, jug'laydigan meblag mayli bankada alamdı, mayli chet elde salamdı. Bunun qat'i nazar mushu meblag yo'li tamam kesildi. Şu qatorda Jungo Nipit şirketining meblag yo'li kesildi. Uyg'uristonning qanini ishlaydigan shirkat. Jungo Nipit ximiya shirkatining mablag' manbai kesildi. Uyg'uristonning qanini ishlaydigan shirkat. Bunday gap. Hozir bu shirkat to'g'risi gap mana shunday gap. Ondan oxirida nima dedi desiniz? Halqalıq paytlar 35 trilyon yuvanlik qarzni qaytarish bu Jungo uchun endi mumkin bo'lmay qoldi. Bu qarz bankining qarzimi, chet el qarzimi, nima ekanligi bu yerda ochiq bir narsa deyilmabdi. 35 trilyon. Hozir yetib kelgan pulni qaraydigan yillarning xabarida Jungoning qarzi 11 trilyon dollar deydi. Demak 11 trilyon dollar bo'lsa, bu yerga 35 milyon. Halqalıq paytlarning xabar qilayotgan 35 trilyon yuan degani to'g'ri chiqadi. Voy, 35 trilyon yuan deb 11 trilyon dollar bilan solishtirsangiz, o'tirda o'xshash chiqmas. Sanda ancha zo'r farq bo'lmasimi, o'xshash chiqmas vatandoshim. Dollarga 11 trilyon Jungoning qarzi. Yuan ya Xitoy puli 35 trilyon. Bu qarzni qaytara olishi mumkinmi deydi. Pul qaraydigan yillar torbiti, halqalıq paytlar torbiti. Demak Jungo hozir mush kuni kelganda nima deydi hozir? Mushu Modi mushu qarorni e'lon qilishning oldi kaynida Jungodan butun yer sharining mablag'i Jungoga mablag' qilib solgan butun yer sharining mablag'i chekilib chiqib ketdi. Endi bu yer shari mablag' chekindi degan so'z vatandosh. O pulni xurjunga qachalab, so'mkaga qachalab kelib, yana dollarni so'mkaga qachalab, xurjunga qachalab elib chiqib ketadi deganlik emas. Unda oddiy emaskan bu ish vatandosh. Bu shirkatlar bu mablag' Jungodan chekinganda Jungoning privat zapisi. Tushundingizmi? Jungoning privat zapisini ko'tarib mangdigan gapga vatandosh. Hozirgacha Jungoning privat zapisi 2 trilyon bilan 3 trilyon o'ttirib saqlanib keldi deyli. Endi bu shirkatlar mushu darajada chekinib chiqsa, Jungoning privat zapisi qanchalik qoladi va qanchalik upraydi. Masalaning eg'irligi bunday yerda bo'ldi ekan vatandosh. Shu hozir Modi shirkatiga nisbatan Kompartiyaning sekretari Xi Jinping hisobda hozir 12-oyning 13-kuni Vyetnamni ziyorat qildi ekan. Ajoyib ish. Vatandoshim, dunyoning ishlari ajoyib ish. 1979-yil 2-oyda Deng Xiaoping 100 ming kishilik askariy qo'shin bilan Vyetnam hujum qildi. Armiya Xini, Vyetnamning poytaxti Xiniga qistab kelganda tuyuqsiz xalqaro besim bilan chekinishga majbur bo'ldi vatandosh. Şu urushda Jungoning askariy qismlaridan o'lgan odamlar hozirgacha hisobda 60 ming kishi. Ana rostda qancha yolg'on qancha buni qo'yib turayli 60 ming kishi. Hisobla Jungo Xitoy farzandlari 20 yosh, 25 yoshlik farzandlar 60 ming kishi. Bu 1979-yil 2-oy. Dal hozir 44 yildan keyin Jungoning sekretari Xi Jinping Vyetnamning sekretari bilan partiya sekretari bilan ko'rish uchun 13-kuni Vyetnamga bordi. Dünya hayotlik degan mana shunday vatandoshim. Dünya hayotlik deganning qimmat deb boqamiz, gezib boqamiz, so'zlab boqamiz, hayot mana shu. Nima uchun? Sen 60 ming kishini qurbon bergan davlatga, ya'ni sen bugun ziyorat kelyapsiz, ehtiyoj nima? İhtiyaj kündü tug'ilib turdi, ihtiyoj kündü qondirildi vatandosh. Kündü qondirishga muvaffaq bo'lamsa, ihtiyoj yana boshqa real voqealarni, ya'ni siyosat voqealarini o'ttirg'i chiqirdi vatandosh. Dunyoning vaziyati mana shunday keldi. Men dedim, boshdan oxir muqimlik yo'q vaziyat deganda u taraqqiy qilib turdi. Mana bugun bundan 45 yil bu urush qilgan ikki davlatning sekretari 12-oyning 13-kuni Xinida ko'rishdi degan gap.
Bunun Vietnamga aldırap ketayotganligi nima ekanligini bilgili bo'lmaydi. Chunki yaqindan beri Vietnam bilan Amerikaning munosabati yaxshi. Yaxshilanish qarab mangdi. Hatto Vietnam bilan Yaponiyaning munosabati yaxshilanish qarab mangdi. Dal mushundaq vaqtda chaqda Rais Xi Jinping balki diplomatiya uchun bordigan. Uni qo'yib turaylik. Lekin xabarda Textil Majlisi Vietnamdan qaytib kelibla 12 ayda her yılda 12 ayda açıdan iqtisod yig'ini Markaziy komitetining iqtisod yig'ini ochildi ekan. Bu yig'in qaysi vaqtda to'g'ri keldi? Xalqaro baholash organi Moody'sning Jungo şirketleri ve Jungo bankaları to'g'risida chiqargan salbiy xulosa, ya'ni manfiy xulosa davriga to'g'ri keldi. Yani shundan keyin Jungoning iqtisodida yana qancha o'zgarish bo'ladi yoki bo'lmaydi. İqtisodga hozirgacha nurg'un tadbirlarni qo'llanib boqdi. Lekin kishilar tashqarida kuzatayotgan, nazorat qilgan kishilar Jungoning iqtisodi hech qanday o'zgarish ilgirlashdan bo'lmaganligini ko'rib yetdiki, bu tadbirlarning hammasi bekor bo'lib chiqdi vatanda.